Hozirda Instagramda trendga aylanayotgan o'sha Человек-pauк obrazini men ham yuzimga chizib ko'rmoqchiman. Qanchalik o'xshadi yoki yo'q, videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar baho berib ketasiz. Oldin eskiz chizib olamiz. Menda shunaqa qizil qalam bor ekan. Birinchi marta chizib ko'rishim. To'g'ri chizyapmanmi yo'qmi bilmayman. Kontur yetmaydi, shuning uchun hamma pomada ili rumyanidan foydalanayotgan ekan. Men ham Sensible brendini shu rumyanasini surib ko'rmoqchiman. Qip-qizil rangida. Sensible brendining rumyanasi bilan Round Lab tonerini birgalikda aralashtirib qilsak, krem obrazniy bo'lib, yuzimizga yaxshiroq yotib berar ekan. O'sha narsani surganimdan keyin ketqiza olsam bo'ldi, ish qilib. Hayotimda birinchi marta chizib ko'rishim. Bunaqa eksperimentlarni qilib ko'rmaganman. Hozir endi buni to'g'rilab chizib chiqamiz. Hech ham oson deb o'ylamanglar. Judayam o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ekan. Ko'zimizni ichini oq kontur bilan bo'yab chiqamiz. Qalay chiqyapti, o'xshayaptimi? Like bosib ketmasanglar, aytib qo'ying, shuncha vaqtim, shuncha mehnatim, xafa bo'laman. Человек-pauк obrazimga 1 dan 10 gacha baho beringlar, qalay chiqib